Mana rossiyskiy zo'r uka bu. Rossiyskiy ishqibozlar uchun. Ostini qarang obunachilar. Tutda. O'ta ham go'zal variant. Sizga boqadigan bo'lsa, o'nchab yo'q bu eng qizig'i. Voy jon, ana. Mol qarang buni. Kim buni ham? O'ta ham bo'lakcha narsa ekan Mol bunasi. 10 millionga beraman deb tushmagan olmaydi molni. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Chorva YouTube ishqibozlari, Xunojon ishqibozlari, hurmatli obunachilar, rossiyskiy olib borodaladi. Yaxshi variantlardan, ishonchli joydan olaman degan aka-ukalarimiz bormi? Ichida gibrid desangiz, gibrid variantlardan ham, ena bola desangiz, hurmatli obunachilar, mana bunday ena bolasidan ham. Angus desangiz, Angus variantdan, hamma turidan hurmatli obunachilar yangi partiyalar yetib kelgan. Bugun 26-iyul manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroyda Tohirjon akaning xonadoniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa videoda boshidan malol kelmasa, mana bunday ko'rinishdagi laykni bosib, videoda oxirigacha tomosha qiling. Narxlarni qo'ldan kelgancha batafsil chiroyli yoritib berishga harakat qilamiz. Bu jonivorning ostilarini qarang obunachilar. Xudo xolasa o'ta ham go'zallardan kelibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jon aka, sizlarsiz? Yaxshimi? Hashimmi, chachamayapsizmi? Rahmat aka, Assalomu alaykum. Chorva ashaddiy obunachilar. Uka bugun kanalingizga bugun portlaydi bugun, xudo xolasa. Kanalingiz bugun portlaydi. Hop, o'zi 12 bosh. Aha. 12 bosh. 12 bosh. Ferminni 7 bosh 8 bosh Ferminni varianti. Ina bola qonida bolasi ham suti ham boridan kelgan bu uka. Gap yo'q. 7 million so'mga bugun o'zini puliga obunachilarga bonusdan qilib beramiz uka bugun xudo xolasa. Gap yo'q. Bo'lsa xalqqa bo'lsin bugun. Ana obunachilar. Uka bugun mana shu rossiyskiy varianti bor. Mana qarang. Tohirjon akada bir haftada bir marta hurmatli obunachilar o'zini puliga beriladigan aksiyalar ham bo'lib turadi. Aksiya o'zimiz odatimiz, bu ehsonimiz ana shu obunachingizga. Mana qarang. Mana rossiyskiy zo'r uka mana. Rossiyskiy ishqibozlar uchun. Tuyoqlari ham shu Ferminni variantida obunachilarni ko'ring. Voy jon. Mana ko'ring. Mol bor-ku. Hadi mol ko'rsataman, molni ko'ring. Bor-ku. Buni ayiq polvon deysiz buni, ayiq polvon. Obunachingiz nazarga boqadi xohlasa. Bu erkatoy buni olib yuradigan ham obunachingizga beramiz xohlasa uka buni. Kindihli variantida obunachilar. 7 ta 8 tasi bugun uka fermadan chiqqan. Kivasiga. Voy jonivor, ostini qarang obunachilar. Tutda. O'ta ham go'zal variant. Sizga boqadigan bo'lsa, o'nchab yo'q bu eng qizig'i. Voy jon, ana. Mol qarang buni. Mol hurmatli obunachilar har tomonlama kelishgan. Eniga ham, bo'yiga ham, ostiga ham, sifatga ham kelishgan. Yemoq-ichmog'iga ham javob. Kivaqni berdim. Aha. Ko'kotni berdim. Men ko'kot to'z hamada. Aha. To'g'rimi? Ko'kot. Albatta. Mol baholasa narxini qulug'i beradi. Qiziq obunachiz uka, agar bu molni tushungan odam oladi. Tushunmagan 10 millionga ham qimmat qiladi. Albatta. Tushunmagan 10 millionga qimmat qiladi. Endi bir gapda musofirdan ko'radigan aka-ukalarimizdan bor. Endi metri to'g'ri aytasiz, hozir metrga emas bu mollar deyishingiz mumkin, lekin musofirda aka-ukalarimiz baribir qiziqadi-da bo'yiga ham. Uka 95 aka. 95 bo'ylari. Buni metrga, bo'yiga olmayman men. Nimaga? Bu firmani olaman, buni sortga beramiz. Albatta. Bu metrga, kiloga, bo'yiga aytmaydi bu. Bu sortga aytadi. Buni ertaga indinga effekt bermasi mumkin. Yil o'tib lekin bu mollar bor-ku. 50-60 yillik mol bo'ladi. Hozir 1 million qimmat olishadi, sotganda 10 million qimmat sotishadi. Narxini nech pul deymiz? Narxi uka 15 qo'ymoqchi edim. Aha. 14 million 800 ming, 14 million 700 mingga yana xayr ozgina kami bor. O'zlariga o'tib berasiz. Bo'lgan narx aytamiz bilasiz. 19 dan narx aytib 19 sotamiz. Hali biz osmondan kelib hali yerga tushmaymiz-da. Yengil narx aytib yengil sotamiz. Maqsad sot. 13 million 700 ming so'm. 14 million 700 ming. 14 million 700 ming so'm savdosi bor obunachilar. Molni ko'ring. Ketdi keyingisiga mana bunday. Mickey Mouse'ga rossiyskiy chatishga. Voy jonivor, molni ko'ring obunachilar. Molni uzunligiga ham alohida e'tibor bering obunachilar. Bir jup zo'radan boqaman deganlar uchun. Kindihli variant. E'tibor tilla boshda ham tilla aka. Lekin buni ham o'ta ham bo'lakcha narsa ekan bunasi. bunasi. 10 millionga beraman deb tushmagan ham olmaydi molni. Ha, albatta. Tushungan odamga 20 milliondan o'zi savdolashib oladi. Gap yo'q. Molni ko'ring. Ketdi. Bitta mini firma qilib qo'ysam bo'laveradi. Bilasiz, tushungan odam oladi molni. Qarang molni. Lekin ketadi hozir. buni o'zi hurmatli obunachilar uzun ekan ham jonivor. Bittasi rossiyskiy. Simental gibi. Mickey Mouse zo'r bu qarang molni. Bo'ldi. Aytadi. Xo'sh. Bular narxi nech pul deymiz endi jupiga? Yengil qo'yamiz bularga. Aha. Narxini 13 million 800 mingga xayrga beramiz. 13 million 800 ga savdosi bor. Savdosi mo'y ko'ring molni, yeni.
Dastlabkilar vodiy bo'ylab, Vodiy kelishamiz. tog' duyoyi kelishilgan holatda. Lekin bu mol qarang 1 obunachilar. metr chiqadi xolasa mollar. 1 metrda bo'ylab. 95 1 metr atrofida. Orqa korpuska ham alohida e'tibor bering. Buni kurenkasi bor, kim? Ha. Bu qara. O'ta bolotli mollar. Voy jon. Bolotli. Bu qara. Mana obunachilar. Bu qara. Oyoq uchida yurar ekan-da. Molmi? Ha. Mol o'ta gir degan bor, mol dagari molda. Mana obunachilar. Bu qara badanlar. Voy jon. Mol dagari. Bo'ldi, beylavringchi. Mol 10 millionga beraman deyman, chiqmagan odam olmaydi molni. Qimmat deydi. Aha. To'g'ri. Lekin mol tushungan odam buni narxini biladi. Lekin hurmatli obunachilar, 5 ta 4 ta olaman degan obunachilar uchun albatta tavsiya qilamiz. O'zim narx aytib ketamiz-a. Aha. Xohlasa bo'yinni o'lchab qo'yinglar. 97, 95 yuz bo'ladi aytdim, bu yetmaydi. Bo'ldi, 95 ta. 13 millionga xayr qilib beramiz. 13 million so'mga O'zlariga xayr qilib beramiz. xayr ekan bor. Aytgan bor, aytibman. Aytinglar, oldin o'tib beramiz savdo uchun. Katta endi keyingilarga. Uka, mana edi mana. Otasi ham qirg'iz. Vallahi ko'ring. Ochiliq paytda o'tgan. Voy jonlar. Mana obunachilar. Bu ko'ring. Bu qarang, oldi gerdalar. Yakka o'zimi bu? 700 bu qarang. Bo'ldi. O'ta bulutni, o'ta elni, o'ta sifatli mol. Bu qarang mol. Mana obunachilar. Ketdi ana, bir dona. Bir dona zo'ridan. Narxi buni. Narxini ham xohlasa ozroq baholasa bo'ladi. Hozircha qirg'iz shvetim boqaman deganiga. Bo'ldi. Gerdalar ham. Bo'ldi. Buni bu yoqda xohlasa 1 metr atrofida. Aha. 1 metr ekan. 1 metr. U bo'yiga yo'q. Narxini 12 million 800 ga ayirib beramiz. 12 million 12 million 700 ga ayirib beramiz. Bo'ladimi? 12 million 700 ming so'm savdosi bor. Toza shu shvet qirg'iz shvet. Ketdi endi mana. Buni ikkitasi bor mana. Rossiyskiga 2 mavuz. Chatishga. Rossiyskiga o'zi bu. Chatishga. Jupa bular a? Jupiter. Mana ko'ring obunachilar. Mol. Mollar to'londan olib. Voy jonlar. Ikkalasi ham yaxshi variantda obunachilar, mana ko'ring. Molni oldilarni ham. Uka, mollar so'z toza. Mhm. Xohlasa mazaq qilib oladi oldimada. Bo'ldi. Mol holat o'ta zo'rda. Sigir qilaman degan aka-ukalarimiz uchun. Sigir qilaman degan Narxi ham aka-ukalarimiz qulay uka ko'ring. bo'ladi. Aha, jupiga. Jupiga. Uka, 12 milliondan xayr qilib beramiz. Qarang molda. 12 million so'mdan 24 millionga ikkalasini jupaga xayr qilib beramiz. savdosi bor. Adinasi kelishamiz hozir. Barakasini bersin. Mana Mana obunachilar. buni. Savdosi bor albatta aytilayotgan narxlar. 95 atrofida. 95 atrofida. Qarang. Bu mol. Ostalari. Narxi ham bor, o'ta. Aha. Bu ham arzon uka. Eshitdik. 11 millionga ham bor. 11 million so'm 11 savdosi. millionga xayr qilib beramiz. Mana obunachilar. 11 million so'm savdosi bor. Albatta sifat sorti narxlari ma'qul kelsa, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasiz. Ketdi mana. Angus urib qo'yilgan. Hozir javob. Aha, Angusga urib qo'yilgan variant. Hamma tomonlar kelish kerak. Videoda cho'zmay, masalan, aniq ma'lumot berib berdik. O'zi bashlasib turibdi mana. Aha. Keraklar zo'r. Hurmatli obunachilar, qorni ham raza chiqib Aytma, o't topishmasa bo'kib qoladi mol. Narxi ham qulay uka. Nechi 10 million 700 mingga yana xayrga o'tib beradi. 10 million 700 ming so'm yana savdosi bor. Olaman degan telefon qilib, to'g'ri deb soatlikda Mhm. qo'yinga mazaq boqishyapti, rahmatli ishlar. Bo'ldi. Uka, mana va'da qilgan bonusimiz. Bonus a? Qarang, kim beradi 7 million shu molni? Mana men beraman. Mana obunachilar, 7 million so'mga vodiy Duo bo'ylab. qo'yishadi bitta obunachingiz. Aha. Bitta qo'yib qo'ya olmay olsin. Yebichi udo. 7 million so'mga vodiy bo'ylab olib olib beraman. uylarga yetib boradi. Qo'yishadi. Ha, nimaki? Aytibman-ku. Har hafta bitta bo'lishadi. Duo qilishadi. Uka, menga endi gap yo'q. bitta suti bori, bitta yonidasi, bitta xonadasi bor. Mo ostini ko'ring. Voy jonivor. Hammadan bo'lmasa. Oldi yuvoshligi ham hurmatli obunachilar e'tibor bering. To'rala so'zkasi ham ishlaydi. 45 ga olib qo'yib qo'yishgan ekan. Qo'yilgan Mana variant. uyda qo'yganman dedi. Mana fotolar bo'lmadi-da. Mhm. Bo'ylari 1.15. Aha. 4-chi bolasi. Bu bolasi eston kerak. Bolasi eston. Narxi ham eshitdik. 22 million 200 mingga yana o'tib beradi. 22 million 200 ming so'mga hurmatli obunachilar yana savdosi bor. Suti nechta buni? Turkka 6 ta 5 ta beradi. Aha. 4 ta olishadi, 4 ta 5 ta olishadi. 4 taga javob. 4 ta javob, 5 taga beradi. Chichi kuragi. 8 ta. 8 Qilich. Qilich. Adin olaman, adinni ham o'tib beradi. Kelish beradi. Ha, ikkalasini addinni ham sotilaveradi. Kelish. Ha, kelish.
Mana obunachilar, kimga mana bunday suti bor sigir kerak bo'lsa, bitta oilani xudo xolasa sut bilan ta'minlaydigan variantidan. Xudo xolasa qo'yib qo'ygan ekan egalari, endi qo'yib qo'yganmiz deyishgan. Xudo xolasa agar bo'g'oz chiqib qolsa baxtingiz. Bolasi xunojin, xudo xolasa ana shu ekrandan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bugunga shular. Shular telefon qilasiz, ochib ketadi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bir donadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.